Mana shu uyni sotib olsanglar, qo'shimchasiga bitta xonasi arendaga berilganligini hisobiga sizlarga har oy pul tushib turadi. O'rtoqlar, biz hozir Qahramon postdan 4 kilometr kirganliklarda Gulistonga kelganmiz. Guliston masjidini ko'ryapsizlar, uni yonida bo'lsa Karzinka. Mana shu Karzinka bugun ochildi, o'rtoqlar. Yana ham aniq arendirimiz Dilshod akaning stomatologiyasi bo'lyapti. Shu yerda yo'l yuzida 5,5 sotixli xonadonimizni sotib olyapti. Fasadining razmeri 16 metr, uzunasiga bo'lsa 35 metr tashkil qiladi. Videoni oxirigacha ko'rib tursanglar, to'liq obzor oxirida albatta. Narxlarini aytib o'tamiz. Kirish darvozaxonasini ko'ryapsizlar, bemalol mashinalarni joylashtirsanglar bo'ladi. Ana endi hovlimizga kirib kelamiz. Binoyimiz gavrazli holatda tushyapti. Umumiy 4 ta xonadan iborat. Demak, birinchi bizda yotoqxona bo'ladi, o'zining sanuzuli bilan. U yoqda yana mehmonxonasi bor. Kattagina ayvoni, bu yoqda ham yana bitta yotoqxona hamda mehmonxona. Burchakda bo'lsa oshxonamiz joylashyapti. Uni orqasida bo'lsa tashqi hovli uchun hojatxona hamda yuvinish xonalari ishlab ketilgan. Bundan tashqari kattagina hududi ziloniy zonaga ajratilgan ko'p yillik mevali daraxtlari. Burchakda bo'lsa, agarda sizlar chorvachilikka qiziqsanglar, unga ham sharoitlar ketilgan. Xo'p, o'rtoqlar, mahallada gaz, svet, suvlarda hech qanaqa muammo yo'q. Uyimizning dokumentlari joyida. Menimcha yo'l yuzida joylashgan, yaxshigina taklif bo'lyapti. Ana endi eng qiziq joyi narxi. Mana shu ko'rayotgan xonadoninglarga 133 ming so'rashyapti. Tepasiga kelsanglar, yana ham kelishiladigan joylari bo'ladi. Egalarining raqamini qoldiraman, to'g'ridan to'g'ri murojaat qilaverasizlar. Sizlar bilan Ko'rdik kanali bizdan uzoqlashmaydi.